Ronaldo yoki Messi? Xuddi shu savolni Andres Iniestaga berishdi. Uning javobidan aniq hayratda qolasiz. Iniesta faoliyatining katta qismini Barselonada o'tkazgan. U 18 yil davomida Ispan klubida to'p surgan. Bu davrda Leo Messi bilan birga ko'p vaqtini o'tkazgan va unga gollar urishiga yordam bergan. Ammo Iniestaning so'zlari ko'pchilikning hayratiga sabab bo'ldi. U shunday javob berdi: "Men Messini hurmat qilaman. U futbol afsonasi, lekin Cristiano Ronaldo undan ancha ustun. Messiga porlashi uchun yaxshi jamoa kerak, ammo Cristiano Ronaldo kichik o'yinchilarning ham imkoniyatlarini ochib bera oladi. Ronaldo Benzema, Higuain, O'zil kabi futbolchilarning porlashiga katta yordam bergan. U maydonda haqiqiy yetakchi va vaziyatni o'zi o'zgartira oladi. Krish qaysi jamoada o'ynamasin, har doim porlaydi. Tasavvur qiling, agar Messining karyerasi Ronaldo kabi murakkab bo'lganida uning nomi hattoki tanilmagan bo'lar edi. Messini qanchalik yaxshi ko'rmay va hurmat qilmay, mening fikrimcha Cristiano Ronaldo ko'proq hurmatga loyiq", deydi Barselona afsonasi. Xo'sh, sizningcha kim yaxshiroq, Ronaldo yoki Messi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.